Assalomu alaykum. Mana aka go'sht do'koniga keldik. Ular keyin nima qilyapti o'shanchog'i? Mana bu o'yinchilar hammasidan bor ekan. Qani akalar nimadir qilyapti, biz ko'ramiz. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Keling qani? Yana nima boshladingiz? Yana yangilikda aka-ukalarda. Qani. Mana damashqni kalosalamiz keldi. Mana qarang. Nomi yolmaysan, yegandan keyin faqat qimillab tursiz. Endi buni voy. Buni yegandan keyin faqat qimillab tursa. Damashqni o'z biza qo'l bola to'shonkalamiz bor. Ha. Mana ukam o'zi Damashq cho'ch qilib tayyorlabdi. Kimga nima kerak bo'lsa, qanaqa joy, qanaqa kolbasa kerak bo'lsa, ruletamiz bor. Hamma qizig'i, mana bu ichida pista ham bor. Farshlarimiz bor. Tashiga farsh. Otga ham bor, otga ham. Sama gramda kimga farsh kerak bo'lsa agar, kim podpiska bo'lgan bo'lsa kelasizlar, 110 ming so'm kilosi. Bu shashlikda? Shashlik tayyor. Kilosi 110 ming so'm. Karosamiz har xildan bor. Yana keladi. Yana tayyorlabmiz. Bugun Bular Damashqmi akajon? Damashqni. Bugun pishganlari shular. Yana 2-3 kunlari bor. Inshaalloh bayramgacha ko'paytiramiz assortimentni. Bu aka qaysi do'kon, aka do'konmi? Bu Samarqand shahar Paysandek xon bozorida aka-uka go'sht do'koni. Ukama kimga nima kerak bo'lsa, ukama aytasizlar. Qancha kilo kerak bo'lsa tayyorlab beramiz. O'zi boqib, o'zi semirtirib, o'zi suyib, o'zi pishiradi. Ma'qul aka, ma'qul. Men o'zim ham, oilam ham, bola chaqam, ota-onam o'tib yedilayotgan narsa. Hammaga tavsiya qilaman. Podpiska va like